Nuriddin Ismoilov. O'limga mahkum qilinganlar. G'ani yukxonani kavlashtirib 1 metrlar chamasi keladigan ingichka sim topdi. Men simni oldim-da, uning qo'lini mahkam qilib bog'ladim. Keyin orqa o'rindiqqa o'tkazib qo'ydim. Biz yana yarim soatlar yurganimizdan keyin tog' boshlandi. Yo'lning har ikki tomoni yong'oqzor, onda-sonda archa daraxtlari ham uchrab turardi. Havoning tozaligi esa odamning dilini yagratadi. Qani endi tashvishing bo'lmasa-yu, mazza qilib shu yerlarda dam olsang, umring bo'yi olgan charchog'ing chiqib ketaradi. Mana bu itlar esa shu yerni ham iflos qilib in qurib olishibdi. Bir kun kelib shunday jannatga monand yerlarning o'g'li tutishi xayoliga ham kelmaydi bu marazlarning. Men ancha vaqt atrofdagi go'zallikni kuzatib bordim. Oxiri chidamadim. Mashinamni to'xtatdim-u, shundoqqina yo'lning chekkasidan oqayotgan zilol suvda yuzimni yuvdim. Ochig'i bunaqangi rohatni umrimda ko'rmagan, sezmagan edim. Butun vujudimda shunaqa bir yengillik paydo bo'ldiki, qanotim bo'lsa-yu uchsam. Keyin mashinaning yoniga borib, bukchayib, kichkina bo'lib qolgan bechoravash G'aniga: "O, Olifta, sen ham mashinadan tushib bir yuzingni chayib olsang bo'lardi", dedim. U menga biroz qarab turdi-da, yana 200 metrdan keyin chayonning dachasiga yetib kelamiz dedi. Chayonlar pana-pasqam ovloq joylardan uya qurishadi. Keyin o'sha uylardan hech kimga bildirmasdan chiqishadi-da, to'g'ri kelgan jonzotga o'zining zaharli nishini suqadi. Eshitishimcha, agar chayon chaqishga bironta ham jonzot topolmasa, chidolmaganidan boshqa chayonni, ya'ni qarindoshini chaqarmish. Qaysidir ma'noda ovloq hisoblanmish bu joylarni muzaffar tanlagani bejiz emas. Bu yerda turib jonzotlarni chaqish ancha qulay. G'ani aytgan 200 metrdan keyin yo'lning chap tarafida ikki tomoni qizil pishiq g'ishtdan gullab terilgan darvozaga duch keldik. U yerda ikki yigit qarta o'ynab o'tirishardi. Ular mashina to'xtaganini ko'rishdi-yu, istar-istamay mashg'ulotlarni yig'ishtirishib, biz tomonga kelishdi. Men bu paytda G'anining qo'llarini ozod qilishga ulgurgandim. Yigitlardan biri mashina oynasidan bizga ko'z tashladi-da, G'aniga qarab irjaydi. Keyin: "Chuvalchang, o'zingmisan? Odamni jaya kutirib qo'yding-ku, tush. Bu safar senga shu yerdan boshlab xizmat ko'rsatamiz", dedi. Avval G'ani, keyin men tushdim. G'ani yigitlarga qarab g'alati qarash qildi. Bundan bezovtalanib qolishgan yigitlar yonimga kelishdi-da: "Kechirasiz, mehmon. Sizni ko'rikdan o'tkazmasak bo'lmaydi", deyishib, boshdan oyoq kiyimlarimni ko'rib chiqishdi. Keyin darvozadan ichkariga kirishimga ruxsat berishdi. Shu payt kutilmagan holat yuz berdi. G'ani 100 qadamlar chamasi naridagi hashamatli uyga qarab qochdi. Men uni quvmadim. Asta-sekin o'sha tomonga boraverdim. Bu yerdan uyga olib boruvchi maxsus yo'lak yo'q. Hamma yoqda tekis qilib o'rilgan ko'm-ko'k maysazor va misoli ko'k gilam to'shalgan deysiz. Har joyga ekilgan archalarga ham alohida ishlov berilgan edi. Bunaqa manzarani men Germaniyada xizmat qilib yurganimda ko'rgandim. Faqat bu yerning maydoni keng, golf o'ynaydigan maydonchalar ham bor ekan. G'ani hashamatli uyga yetmasdan tol soyasida oppoq stol atrofida o'tirgan 3 kishi yonida to'xtadi. Shu yerdan turiboq ulardan ikkitasi ayol kishi ekanligi ko'rinib turardi. O'tirganlarga allanimalar degan G'ani qo'lini qovushtirib, sal nariga borib turdi. Shu payt orqa tomonimda 4 ta barzangi paydo bo'ldi. Men ularga e'tibor bermay yo'limda davom etdim. "Kim bizni so'roqlab kelibdi? Bizday faqirlarni ham so'rab keladiganlar bor ekan-ku", deb semizligidan iyagi bilan ko'kragi qo'shilib ketgan odam o'rnidan turib, men tomonga qarab yurdi. "Men seni kutgandim." Oramiz 2 metrlar qolganida u to'xtadi. Menga sinchiklab qarab turdi-da: "Bu ahvolingda o'zingga o'xshamay qolibsan. Qoshingdagi matohni olib tashla. Burnining tagidagi ham o'zinikiga o'xshamaydi", dedi tirjayib. Men undan ko'zimni uzmagan-ku, qosh va mo'ylovlarimni yulib tashladim. "Ana endi bu boshqa gap", dedi u va G'aniga qarab: "Bu bola sen o'ylagan mentlardan emas. Mentlaring bunday bo'la olmaydi. Buni menga qo'yib berishsa, milliy qahramon degan bo'lardim. Bugun qadrdon mehmonim bo'lasan. Mana u jonilarning yoniga o'tirchi." Men joyimdan qimirlamadim. Ko'kragigacha ochiq, oppoq bo'liq sonlarini ko'z-ko'z qilib o'tirgan juvonlardan biri nozlanib o'rnidan turdi-da, qo'limdan ohista ushlab: "Marhabo", deya stol tomon yetakladi. "Biz erkaklar har doim go'zallik qarshisida qul bo'lamiz", deya irjaydi chayon. Menga uning gapi o'ta bachkana, beo'xshov tuyuldi. Unga qarshi bironta chiroyli gap qilmoqchi bo'ldim-u, ammo o'zimni bosdim.
Chayonning imosi bilan stol ustidagi hali qo'l ham tegmagan sarxil meva-yu gazak va taomlar olib ketilib, o'rniga yangisi keltirildi. Shundan so'ng juvonlardan biri aroqning og'zini ochib, hammaning oldidagi qadahlarga quyib chiqdi. "Qani, olinglar", deya xitob qildi Chayon. "Abadiy do'st bo'lib qolaylik." Men qo'limdagi qadahni labimga ham olib bormasdan stol ustiga qo'ydim. Qadahini bir ko'tarishda oxirigacha bo'shatgan Chayon mening qilig'imni ko'rib afti bujmaydi. Keyin yoyilib xandon otib kuldi. Unga juvonlar jo'r bo'lishdi. "Ichmayman demoqchisan-da", dedi birdan kulgidan to'xtab. "Meni xafa qilyapsan?" "Ichmayman deb aytmadim. Hozir ichmayman", dedim men uning ko'ziga tikilib. "Yaxshi", deb. U qizlarga bir imo qilganda, darrov ikkalasi o'rnidan turib ketdi. Shundan so'ng Chayon bizdan 5-10 qadam narida qo'llarini qovushtirib, xizmatga shay bo'lib turgan devday 5 nafar yigitiga ham javob berib yubordi. "Sen bilan o'g'il bolachasiga gaplashmoqchiman. Ana ko'rding, hammasiga javob berib yubordim. Bu sendan qo'rqmayman deganim", dedi Chayon menga asabiy tikilib. "Men sizni qo'rqitish uchun kelganim yo'q", dedim men ovozimni bir parda ko'tarib. "Obbo Sobirjon, qara, darrov tortishamizmi? Bu odobdan emas. Men sening kimligingni juda yaxshi bilaman. Hatto qo'lingda o'yinchoq qilib o'ldirganing Vladimirdan ham yaxshiroq. Men uni o'ldirmaganman. Qo'y, menga cho'pchak aytma." Shu payt Chayonning odamlaridan biri kelib, uning qulog'iga alla nimalar deb pichirladi. Muzaffar uning yuziga bir o'qrayib qaradi-da, "Cho'miltiringlar yaxshilab", dedi. So'ngra menga yuzlanib, "Qara Sobirjon, ajoyib bir itim bor. Shuning hamma yog'ini kir qilib tashlashibdi, befarosatlar. Xullas, mening kichkina do'stim, sen haqingda bilganlarimni yig'sam bir uy bo'ladi." "Nahotki", dedim men kinoya bilan. U mening kinoyamga e'tibor ham qilmadi. "Aleksandr Petrovich mening qalim oshnam bo'ladi. Sening oldingda uning katta qarzi bor ekan. Hayotini saqlab qolibsan. Qizi senga oshiq bo'lib qolgan ekan. Shunday go'zal qizga biror marta ham qaramay chakki qilibsan. Otasining obro'si, qizning malohati uchun qanchadan qancha odamlar jonini berishga ham tayyor turibdi. Agar o'sha yerda qolganingda shohlarda yashagan bo'larding. Sen bo'lsang, mayli. Bularning bari chepuxa. Yomoni sen arining uyasini qo'zg'ab qo'ygansan." "Qanaqa ari?" dedim hayron bo'lib. "Aslanning odamlarini gum qilgansan." "Qanaqa aslan? Men hech qanaqa aslini tanimayman." "Qozog'iston cho'lida kimlarni yo'q qilganingni bilarsan?" dedi Chayon menga irjayib qarab. Men peshonamni 2 kaftim orasiga olib siqdim. Iblisning haqiqatan ham hamma narsadan xabari bor ekan. Hozir unga men o'ldirmadim deb har qancha uqtirmay baribir ishonmaydi. Ular izimdan tushgan edi. Buning uchun o'ldirish shart emasdi. "O'ldirmadim men ularni", deya qichqirib yubordim. Qichqirishim unga og'ir botdi. Buni uning afti gezarib ketganidan ham bilish mumkin edi. "O'zingni bosishga, dunyoda mana shunaqa javob berish qiyin bo'lgan savollar ham ko'p. Yana bir gap. Sen boshqa davlatga sotilganing uchun xoh o'liging, xoh tirigingni olib borgan odamga 1 million rubl va'da qilishgan. Aslan bo'lsa, tirik boshingga xuddi shuncha Amerika Qo'shma Shtatlari dollari tikkan. Arzimaymanmi?" dedim men endi oshkora kulib. "Nima desam ekan, umuman olganda arziysan. Hatto men senday tilla boshli hamyurtim borligidan xursandman", deb Chayon qadahlarga aroq to'ldirdi-da, menga ichishni taklif qildi. Men ham bu safar uning ra'yini qaytarmadim. Chayonni kutib o'tirmasdan bir ko'tardim-u, qadahni bo'shatdim. Shundan so'ng, "Bilsang, borgan sayin SSRning kuni tugab boryapti. Latviya, Litva, Estoniya chiqib ketdi. Qolganlar ham qarab turmasa kerak. Bu menga o'xshaganlarga ko'p qiyinchilik tug'diradi. Senga esa yaxshi bo'ladi. Hech bo'lmaganda bir tomonning jazosidan qutulib qolasan", dedi. U bu gaplarni xuddi o'ziga o'zi so'zlaganday gapirdi. Xuddi shu holatida Chayon chorasiz qolgan bechoraga o'xshardi. Keyin uning rangi quti birdan o'zgardi. Qovoqlari uyilib yovuzlashdi. "Univermagda odamlarimga bekor teginibsan. Men bilan Rossiyadagilar ham hisoblashishadi. Go'dakning og'ziga pichoq turab turishi sizday obro'li odamning sha'niga to'g'ri kelmasa kerak", dedim men asabiylashib. Shu gapimdan keyin u battar tundlashdi. Xuddi nafas olishga qiynalayotganday ko'ylagining yuqori tugmalarini yechdi. So'ng bog' sayriga taklif qildi. Biz ancha muddat jim ketdik. Chayonning dachasi haqiqatan ham jannatning o'zginasi ekan. Uzoqdan oqimtir ko'rinib turgan uyning yoniga borsangiz, u pushti rangga aylanar ekan.
Men hayratimni yashirolmay, ancha muddat uyda sodir bo'layotgan bunaqa hodisaga termilib qoldim. Bunday ahvolimni ko'rgan Chayonning zavqi keldi. Rassom hindistonlik edi. O'zim ham birinchi ko'rganimda qotib qolganman. Menga bu yerda 8 xil rang bor degandi u devorni ko'rsatib. Lekin har safar kelganimda termilaman. 2 xildan boshqasini ko'rmayman. Esim qursin, bir marta ertalab ko'kimtir rangni ham ko'rdim. Afsus, o'sha usta o'lib ketdi. Meningida ishni tugatganidan keyin Hindistonga borib bir haftagina yashapti. Shunday odamlarning erta xazon bo'lgani yomon-da. Sen ham yoshsan, hali hayotning endi bo'zaqasiga kelgansan. Sendagi qobiliyat milliontadan bitta shunday bo'ladi. Bitta o'zing qancha ishni bajarishga qodirsan. Menda bitta taklif bor. Kel, ikkalamiz birga ishlaymiz. Va'da beraman, na birorta hukumatning odami, na avtoritetlar seni bezovta qilishadi. Otangni eshitdim, ancha mazasi qochib qolibdi. Ukamni-chi? Uni o'ldirib ketishganlarini-chi? Dedim men uning ko'ziga tikilib. Otamning mazasi yo'qligidan xabari bo'lgan odamning ukam nima sababdan o'ldirilganidan xabari yo'qmi? Aytdim-ku, seni hali ko'p narsani tushunmaysan deb. Otangning ahvolini bilganim, mana bunaqangi qilib yurganingdan keyin har qanday ota azoblanadi-da. Shuni men ko'zda tutib aytayapman. Ona azoblanmaydimi? Nega onamni gapirmay birdan otamdan gap ochdingiz? Aytmoqchisizki, onang o'lgan, onang to'g'risida gapirishning hojati yo'q. Telbamisan? Kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi? Indamaganimga haddini oshayapsan? deya birdan o'kirib yubordi Chayon. Men sendan butun boshli oblast KGB'si boshlig'ini nega o'ldirding? Mening boshimga balo orttirib deb so'ramayapmanmi? Bir qarashda to'ppa-tuzuk odamsan. Yana bir qarasang g'alchaga o'xshaysan. Agar boshqa payt bo'lganida men suhbatimizni qanday davom etkazishni juda yaxshi bilardim. Biroq hozir vaziyat boshqa edi. Ajabmaski, meni qaysidir bir burchakda snayper mo'ljaliga olib turgandir. Birorta ortiqcha harakatimni yoki xo'jayinining imo ishorasini intizorlik bilan kutayotgandir. Ayni daqiqada menga nafaqat Chayonning joni, balki ukamning qonini to'kkan malaylarning ham zarur edi. Yur, senga qanaqa basseyn qurganimni ko'rsataman. Bunaqasini hech qayerda ko'rmagansan, dedi Chayon. Biz uyning orqa tomoniga o'tdik. Bu yerda mutlaqo boshqacha manzara. Kattagina suv havzasi, atrofida majnuntollar, uning tagida o'rindiqlar, yotib dam oladigan kravatlar. Xullas, odam mazza qilib dam olishi uchun hamma sharoit muhayyo. Qani baliqlarim, deya havzada cho'milayotgan qizlarga baqirdi Chayon. Va majnuntol tagidagi tollardan birining ostidagi o'radan qandaydir mayda urvoqqa o'xshash narsadan bir siqim olib havzaga sochdi. Qizlar urvoq sochilgan joyga shoshgancha suzib kelishdi-da, og'izlari bilan suv yuzasidagi urvoqlarni yeyishga tushib ketishdi. Chayon ularning bunday holini ko'rgandan keyin zavqlanib kular ekan. Men mana shundan lazzat olaman, dedi menga qarab. Bundan ham zo'ri bor. Hozir senga ko'rsataman. O'zing ham ishqiboz bo'lib qolmasang, menga kel, deb u qo'lini yuqoriga ko'targanida, uy ichidan ikkita ozg'in yigit yugurib chiqishdi. Qani, dedi Chayonning ko'zi quvnab. Menga baliqlarning zo'rini tutib beringlar-chi. Chayonning og'zidan shu gap chiqishi bilan havzadagi qizlar to'rt tomonga suzib qocha boshlashdi. Yigitlar esa havzaning atrofini aylanib, ularning ustiga to'r otaverishdi. Baliqlar anchagina chaqqon ekan. Ular ustalik bilan to'rga chap berib qolishar va havzaning boshqa burchagiga suzib qochishardi. Bundan Chayonning xursandligini bir ko'rsangiz edi. U gavdasiga yarashmagan harakat bilan o'zini osmonga otar, "Bos! Bos!" deya qichqirardi. Baliqchilar tomonidan ketma-ket to'r otilganidan keyin nihoyat bittasi ilindi. To'rga ilindi-yu, lekin osonlik bilan erkini boy berib qo'ygisi kelmay 3-4 marta to'rni suv ostiga tortdi va oxiri taqdiriga tan berdi. Uni qirg'oqqa olib chiqishdi. Baliq 2-3 marta biltangladi-da tinchidi. Chayon esa uning oldiga lapanglab yugurib borib, bo'g'zidan ushladi va yuqoriga ko'tardi. "Mana mening tilla baliqcham", dedi u. Keyin bo'g'zini qo'yib yuborib, mening yonimga yetaklab olib keldi-da, "Hammasi tabiiy. Shundaymi?" dedi menga qarab irjayib. So'ng tilla baliqchasining sochini silab, "Bugun mana shu akang seni yeydi. Qanday xohlasa shunday", dedi. Ustida bironta ham kiyimi bo'lmagan qip-yalang'och baliqcha sho'rlik xo'p degandek boshini qimirlatdi. Mening esa bu paytda yuragim ezilib ketgandi.
Shunday suluv qizning ustidan shu tariqa kulish maxluqning ham qo'lidan kelmasa kerak. Lekin chayon shundan lazzat oladi. Shunday qilsa, kuni mazmunli o'tadigan ko'rinadi. Kerak emas, dedim men boshimni chayqab. Qo'yib yuboring bechorani. Kiyinib damini olsin. Chayon menga yeb qo'ygudek tikildi. Alami bo'g'ziga kelgani shundoqqina yuzidan ko'rinib turardi. Qizning esa ko'zida yosh halqalandi. Biroq chayon unga shafqat qilmadi. Orqasiga bir tepib, "Yo'qol", dedi. Qutulganiga shukr qilgan qiz yugurib borib o'zini suvga otdi. Men biroz muddat ko'zimni yumib, vujudimga bostirib kelgan qiziqqonlikni ichimga yutishga harakat qildim. Bunaqa rahmdilsan deb hech ham o'ylamagandim. Men hammaga ham bunday tomoshani ko'rsatavermayman. Bunga faqat ulug' odamlargina loyiq. Sen bo'lsang, izzatingni bilmayapsan, dedi chayon men ko'zimni ochganimdan keyin. Menga kerak emas tomoshangiz. Men tomosha ko'raman deb kelganim yo'q. Ayniqsa qandaydir ermak uchun qizlarning xo'rlanishini. Chayon indamadi. Aftidan menga gap uqtirib bo'lmasligini tushundi. Ayni daqiqada unda cho'chish, xavotir alomati ham borligini sezib qoldim. Bu mening eng katta yutug'im edi. Bundan foydalanib qolishim lozim edi. Menga ularni bering, dedim chayonga qaramasdan gapirib. Kimni? deya so'radi chayon o'zini go'llikka solib. Ukamning qotillarini. Kim aytdi ular mening yigitlarim orasida deb? Bilaman. Yana kimni berishimni istaysan? O'jarliging oshib tushayotganini o'zing tushunib yetmayapsan chog'i. Balki, lekin men baribir maqsadimga yetaman. Shunaqa degin, nachora o'zing xohlading. Men senga ularni bermasdan ilojim yo'q. Darvoqe, sendan bitta narsani so'rasam maylimi? Bemalol. Voyankom qayerda? Tirik. Bilaman tirikligini, lekin keling shu savolingizni ochiq qoldiraylik. Yur. Unda men senga yana boshqa narsalarni ko'rsataman. Shunday deya chayon yo'l boshladi. Men indamay unga ergashib boraverdim. Uyning kunbotar tomonida kattagina sport zali qurilgan ekan. Uning ichiga kirdik. Kirdim-u, sport zalining o'rtasi basseyn qilinganini ko'rdim. U suvga liq to'la edi. Ichida esa kimdir qimir etmasdan yotardi. Men savol nazari bilan chayonga qaragandim, u qo'l siltab qo'ya qoldi. Biroz ijirg'anib ham qo'ydi. Men havza yoniga borib, suvda bo'kib yotgan odamga qaradim. Ne ajabki, g'ani shib o'lib yotardi. Bechora nima gunoh qilibdiki, uni shu ko'yga solishibdi. Chayon atrofga alanglaganida 4 ta barzangi yugurib keldi. Ularga o'lik olib chiqib tashlanishi buyurildi. Oradan biroz o'tib 8 ta yigit va men bu yerga kelganimda chayon bilan birga o'tirgan 2 ta qiz sport zaliga kirib keldi. Boshlanglar deya chayon buyruq berishi bilan hammasi menga tashlanishdi. Men mutlaqo ortiqcha harakat qilmay indamay turdim. Faqat qo'limni arqon bilan bog'lashayotganlarida bilaklarimni shirdim. Endi men ham suvga cho'ktirilsam kerak deb o'ylagandim. Unaqa bo'lmadi. Chayonning buyrug'i bilan uning yigitlari meni qo'limdan osishib, ko'ylak shimimni yechib olishdi. Men bitta turusida osilib turar edim. Sen bilan murosamiz kelishmadi, dedi qo'liga qamchi olgan chayon. Sen meni hurmat ham qilmading. Qamchining birinchi zarbasi ko'kragimga tegdi. Shu ondayoq badanimda qon paydo bo'ldi. Ikkinchi, uchinchi zarbalardan keyin esa og'riq suyagimgacha yetib bordi. Lekin obro'yimni saqlashga, ingramaslikka harakat qilib, tishimga bosdim. Yovuzlik otiga mingan chayon meni qamchilashni kuchaytirdi. 5 daqiqalardan keyin u hansirab qoldi. Mening esa sog' joyim qolmadi. Seni itdan battar qilib o'ldirardim. Lekin tirik ushlab beraman deb va'da berib qo'yimman, dedi u nihoyat meni urishdan to'xtab. Keyin qizlarga, qolgan qutgan kuchini senlar sug'urib olinglar, deya amr qildi. Zalda 2 qizning yonida 3 ta barzangi qoldi. Qizlar mening so'nggi kiyimimni ham yechib olishdi. So'ng o'zlari ham men kabi yechinishib, ustimdan asal qo'yishdi. Hamda ikkalasi 2 tomonimda turib yalab ketishdi. Ko'chada bunday go'zal qizlarni uchratib qolsang, hech bo'lmaganda ehtirosga berilib ortidan bir marta qaraysan. Ammo hozir bularning qilig'ini ko'rib, ochig'i g'ijinasan kishi. Bitta oilani obod qilishga, malikasi bo'lishga arziydigan qizlarning hozirgi qilayotgan ishini hayvonlar ham bajarishga orqalsa kerak. Badanimda paydo bo'lgan yaralar ularning tillariga ham bardosh bera olmay og'riy boshladi. Oqibatda qizlar turli-tuman harakat qilishlariga qaramay, menda hissiyot uyg'otisha olmadi. "Erkakmisan o'zi?" dedi oxiri bittasi chidolmay. "Yoki allaqachon erkaklikdan mosuvo bo'lganmisan?"
Haqorat meni aslo xafa qilmadi. Aksincha, kulgimni qistatdi. Bunisini sizlarga keyinroq isbotlayman dedim men kulishga harakat qilib. Biroq ular gapimga e'tibor qilishmay, yana ishlarini davom etkazishdi. 1 soatlar chamasi uringanlaridan so'ng ikkalasining ham hafsalasi pir bo'lib kiyinishdi-da, zaldan chiqib ketishdi. Oradan biroz o'tib, tashqarida mashinaning yurgan ovozi eshitildi. "Shef, ketdimi?" dedi yugurdaklardan biri. "Shunaqaga o'xshaydi", deya javob qildi ikkinchisi va sekin deraza yoniga borib tashqariga mo'raladi. Keyin mamnun holda sheriklariga qarab, "Ketdi", dedi. "Endi biz ham bir bazmi jamshid qilaylik. Shef kelganidan beri odamni tinkasini quritib yubordi-ku", dedi uchinchisi. Shundan so'ng ular maslahatlashib, bittasi menga qarab turadigan, ikkitasi ovqatlanib, qizlar bilan aysh qilishga kelishib olishdi. Bu paytda tashqariga qorong'ulik cho'kkan edi. Yoshi taxminan 30lardan oshgan, gavdali, qalin mo'ylov qo'ygan, jingalak soch barzangi sheriklari chiqib ketganidan keyin yonimga keldi-da, qornimga mush tushirdi. "Seni-cha tengsiz deb ta'riflashganda, holing shumi hali?" dedi irjayib. "Sendan hatto anavi Saida singling ham behroq ekan. Qizligini olayotganimda shunaqangi tipirchilagandiki." Boshimga birov gurzi bilan urganday bo'ldi. Ko'zim o't bo'lib yondi. Bir sakrab barzangining bo'ynini oyoqlarim orasiga oldim-da, qayirib sindirib yubordim. Uning bo'yni singani menga ham eshitildi. Keyin qo'l muskullarimni qisqartirib, arqondan xalos bo'ldim. Garchi barzangi o'lib qolgan bo'lsa-da, men alamdan chiqmagandim. Shu bois uning erkakligiga bor kuchim bilan tepdim. U narigi tomonga ag'darildi. Kiyimlarini yechib olib, o'zini suvga tashladim. So'ng eshik yoniga bordim-da, tashqariga quloq tutdim.